Do'stlar, mana Mogilyovkani, Cheremuxani qora gilosni o'zimizni Qo'qon gilosi deydi, valovoy deydi, shularni 3 xil narsaga ulaydi. Shuni hozir biz mohir dehqon bilan sinov o'tkazamiz. Mana bu haqiqiy qora gilos, o'zimizni achchiq gilos deydi, hamma joyda har xil. Mana bu Cheremuxa. Hali Mogilyovkani ham ko'rsatamiz, Mogilyovka endi ajrab turadi. Shunday endi farqini bilib aytishsang, men tushunmayapman to'g'risi. Shuncha yildan beri shug'ullanganman, sen kim? Sen bir tushuntirib ajratalasanmi? Yo'q, ajratib bo'lmaydi. Bu ikkovi ham biz endi hali to'liq buni mana uni ham bunga o'xshab umr ko'rishni hali bilmaganimcha aniq berib olmayapmiz-ku. Lekin ikkovi bir xilga o'xshaydi. Ikkovi bir xilga o'xshaydi. Tomir pasti bir xil. Bir xil. Asosiysi o'ziga insof ber. Ha. Dehqonni yoki olib sotarda o'ziga insof bersin. Insof bermasa buni biz ajratish qiyin masala. Buni ham qora gilosni sotish mumkin. Berib yuborsa, ketaveradi. Lekin oxiratda bunga o'xshab umr ko'rsa, yaxshi natijaga erishadi. Agar Mogilyovkaga o'xshagan narsa bo'lsa, quriydi ular. Oxiratda baribir javobini beradi. Beradi. Ikkovidan. Qora gilos so'raganga qora gilos berish kerak. To'g'ri, mana ko'rdilarmi, e'tibor beringlar, ajratib bo'lmaydi. Juda ikkovi ham qizil, bu ham qizil. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Do'stlar, xullas Cheremuxa bilan Cheremuxaga ulangan gilosni keyin achchiq gilosga ulanganini balki kuzatuvchilarimiz bilar, izohlarda aytib o'tasizlar. Hozir Mogilyovkani ham ko'rsataman. Mogilyovka endi ajrab turadi. Oq bo'ladi, keyin sassiq hid chiqaradi o'zidan. Kimdir bilsa, shuni izohlarda aytib o'tinglar. Endi ekspertiza qilsa u aniq bilib beradi-yu, lekin bizni qishloq sharoitida ekspertiza qilishga imkoniyati yo'q, do'stlar. Mana do'stlar, Mogilyovka deydi, bu atkaz daraxt deydi birar joylarda. Bu endi men bu ko'karmaydi, 4 yilda qurib qoladi desam, bu xato bo'ladi, do'stlar. Bu o'rnashgan joylarga uzoq yashaganlari ham bor. Endi aksariyat joylarda shu nima bo'lib qoladi? Qurib qoladi 4 yil, 5 yilda. Buni bilish yo'li mana ko'rdingiz, oppoq. Bu adirdikilik uchun sal qizarib ketibdi. Lekin buni hididan bilsangiz bo'ladi. Buni hidasangiz juda sassiq hid keladi bunda. Shundan ham bilsangiz bo'ladi. Tomirini hidi keladi-yu, shunaqa narsa bo'ladi. Shuning uchun shundan ajratib olsangiz bo'ladi. O'zi boshqa joylarda oppoq bo'ladi. Bu yerda mana artganligim uchun oqardi. Shuning uchun yana boshqacha ma'lumotlar bo'lsa, izohlarda yozib o'tasizlar. Sog' bo'linglar do'stlar. Mana do'stlar, bu gilosimiz Turetskiy bo'lib, Turetskiyda ham shundayki, bu giloslar o'zini o'zi changlatadi. Shuning uchun shunisiga e'tibor beringlar. Juda yaxshi sorti. Bu yog'i o'zimizni valovoy. Tomirlari juda chiroyli holatda chiqqan. Mana o'sha e'tibor bersalaring, o'sha kurtayotishni boshladi. Kurtayotishni boshladi. Ishonchli, sortiga garantiya beramiz. Kelaverasizlar. Manzilimiz o'sha Farg'ona viloyati Quva tumani. Tagi gilosga ulangan, achchiq gilosga ulangan. Sorti ishonchli. Hozir ayni payti ekish. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, 10 ta do'stlaringga jo'natib, like-ni bosib, podpiskani bosinglar. Sizlarga shunaqa ishonchli ko'chatlarda yetkazib beramiz. Dastavka xizmatlarimiz kelishilgan holda bor. Bonuslarimiz ham bor, do'stlar. Sog' bo'linglar.